Hurmatli obunachilar, tayyor biznes sotiladi. Hammangizga assalomu alaykum deymiz. Sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun xudo xolasa sizlarga qaranglar, shlagablok apparat sotiladi. Hamma o'zlari bilan birga hozir buni nechalar quygandan hammasini aytamiz. Ishlatib ko'rib ham beradilar hurmatli obunachilar. Ya'ni o'zlarining ishini bajarganlar, keyin zaruratchilik bo'lmagan shuna sotchakman deydilar obunachilar. Hozir ishni joyiga o'rtirsizlar, ikki etaj joyi. Oldinda shlagabloklarni olib borib ko'razamiz. Shu joy salib to'xtatib qo'yibdilar obunachilar. Ya'ni o'zlarining ishini bajarib qo'yibdilar. Ag'a, endi qarang endi. Buni qachon avadingiz buni? Bo'lganish joy saldoq, to'g'rimi? 3 yil oldu aka, 3 yil. Ha, 3 yilmi? 3 yil oldu dedilar. 3 yil bo'lgan hurmatli obunachilar, ish joy saldi dedilar bo'lgan ikki etaj. Qarang endi, bizlarning adresimiz Hazarasi 5 tani ayaqinda. 5 tani ayaqinda. Buni bir ishlatib bering, keyin gaplashamiz hozir. Hava? Avtomatik buni kempilik buni o'zinde. Birsiga qaradi. Bo'ldi. Ha, qarang, patdolar ham bor buni. Patronlar 5-6 dona bor bizde. Onun için ko'p patron yapsak qo'ydik. 5-6 dona chiqarib biz bir odam chiqardi, tamam mı? Patdolarni ham yasaydilar shunda. O'zlari bo'ldi. Bunu sürüp turib, sen loytasiz bilasizmi, şirketim iş yapıp Şu ichki ishni ham shunday tashlab getirib Ha. Shuna yasibdi ne bo'lib. Bo'lmasa shu tayyordir hech qanday ne aytilmaydi. Yo'qlar tutilib turganlar. Hech qanday. Smaskala bu. Ish topmagan o. Obunachilar tayyor ishlab turgan narsa, gap qisqasi 3 yil oldi dedilar. Ya'ni 3 yil oldi o'zlarining ishini bajarib qo'yib, polni ish joyini ko'rgazdik. Hozir shlaga blokini sifatini ham ko'razamiz. Narxini necha so'm deymiz endi buni? 32 million so'm. Kelish biradani bo'lmaki? Endi qo'l qayri bo'ladi. Kelishadani bo'ladi ish qilib. Bo'ldi. Kelishib, qaytib biradani bo'ladi ish qilib, hurmatli obunachilar. Bemalol telefon bog'lanishingiz mumkin. Yana ko'rib turgan apparatlarimiz xudo xolasa tayyor. Biznes desak bo'ladi. Ya'ni bojlarni ham qo'shib berasizmi buni? Avval ham o'zimda kempilik galtank terdi. Endi shlaga blok ham bir ko'rasiz ekan, yuring xabar. Qo'llari 5 tane patron tatloqdi. Bu narsani ishlab qo'ysiz buni o'zingiz. Buni o'zi kolifi bok. Bo'lmang buni kolifi. Bizlarda yo'q, men aldab keldim. Arenda olib kelib, shu 5-6sini quydirib berdim. Tushunarli. Hozir sizda tayyor shlaga blok quyada apparati bor, to'g'rimi shu? O'zini ash apparat deb. Obunachilar qaranglar, yana shlaga blok sifatini ko'rishingiz mumkin. Bu joyni necha yil oldi ko'tardik shunda? Shunda boshlab ekkandan boshladik. Ha, tayyor quyib netardingiz. Bo'ldi. Ne götürsünler. Endi ağam bundan doğrudan aytgachi necha so'm paydo qiladi ekan. Bir endi ko'pchilik obunachilarimiz yana ish etjak. O'zingiz bir tushunga olsangiz, bilga olsangiz bir maydondakilari bir ish qilaman deganlara. Bir donasini necha so'm paydo qilsa bo'ladi. 4 ming so'mdan satsa 2 ming so'mga. Yorim yari qiladi. Hozir shlaga blok 5,5 ming 6 ming so'm chiqib ketdi-ku. Shu vaqt endi bizda shunchaki kes sotadi. Bu hozir bilinmaylik. Men ham yakında keldim bu. Shunda shu vaqt 4 ming so'm vaqti 2 ming so'm paydo qiladi dedi. To'g'rimi? Shunda bemalol katta xo'jaligi, katta biznes tadbirkorchilik qilsa bo'ladi shuning arkasidan, xudo xolasa. Lekin u ham durish kerak. Biz endi ketib qoldik. Maydona? Ha, maydona qiziqamiz. Tushunarli. Shunda foydasi zo'r, xudo xolasa. Obunachilar, ya'ni bu narsamiz necha dona quysa bo'ladi bir kunda? Shuni ham bir aytib o'ting. Bir kunda men 2 odam bo'lib zo'ram. Mana misol 500 dona quyadi. 500 dona? Lekin ishlatib bilganlar bana donasa 1000 dona quyadi ekan bir kun. Bir kunda. Bir kunda 1000 dona. Og'ir qiynalib yolda ishimani ko'pam quyadi. Tushunarli. Obunachilar ko'rdingizlar, xudo xolasa qo'ldan kelganchalik ko'rgazdik. Bemalol kimda kimga ma'qulga bo'lsa telefon urib bog'lanishingiz mumkin. Nomerlar aytib qoldiramiz. Ekranga yozib ham qoldiramiz. Telefon nomerlari bir aytib qoldiring asa. 97 dan 688 1995. Hurmatli obunachilar, telefon urib bog'lanishingiz mumkin. Adresimiz shu. Hazarasi 5 ta ayaqinda nasib bo'lsa, yana
pak bo'lishini haqiqatdan ham cho'tka olib chiqqan. Ishlatib ham ko'ryapsizlar obunachilar. Yana ko'rishingiz mumkin. Lekin bu yuriydan aparat emas, yani yurib kuyadani bormi bilsangiz. Bu bundan kichkina qog'i. Bu duradi obunachilar, ya'ni bir joyda xo'shroy, ya'ni katta mo'shna aparat. Buni narxi 32 million so'm aytdilar, gelish pardani bodadilar. Endi ko'pchilik obunachilarimiz yuriydan narxini bilishi mumkin. Lekin buniki durgan qimmatroq menimcha bu. Katta aparat-ku bu. Asa, savdongiz bersin, sog' bo'ling deymiz. Ishlaringiz omadli tilimiz asa.